Assalomu alaykum hamkasblar. Mana boya tepaga chiqqanimda ertalab video oluvdim. Mana pastda joyimni ko'rsatmoqchiman. Mana shu qishloqda oxiri. Shu uydan keyin yana o'ng tarafga qarab bir 500 metrlar yursa bo'ladi. Yaqin shu bilan topik. Oxirgi qishloqni bir chekkasi. Bu taraf soyliq, toshliq, qirli, tog'li shunaqa boshlanadi. Mana bunaqa bo'lib ketgan. Ichkarisida ana abri deydi. Abrida mana bunaqasi bor mana. Buni juda o'ta hidli, o'ta kuchli asal. Mana bu ko'karib turgan narsa. Ichkarida juda ko'p bundan. Bu gullasa ancha yildan beri kelamiz. Buni chista o'zidan hech asal olganimiz yo'q. Kamdan kam holatlarda asal berib qolsa, uncha-muncha odam o'zini yeyish ham muammo. Juda o'ta kuchli, o'zini yeyish yaxshi emas. Mana shu narsa. Bizda buni abri deymiz. Bir xilva ham deydi, yovvoyi xilva ham deb beradi kimlardir. Biz abri deymiz buni. Shunaqa narsa ichkarida juda ko'p. Ertalab tepadan prirodani, tabiatni ko'rsatdim. Yaxshi. Mana teleskopimizda eson-omon joyiga qo'ndirib, to'g'rilab uchib keldik. Yashillarni qing'ir qish qo'yilib ketdi. Hasharchilar kelganida hasharchilar qo'yib chiqishdi. Men boshida tura olmay qoldim. Tepada ishlar bilan zanit bo'lib, hozirchalik bir o'zimman bularni to'g'rilab chiqishga bir o'zimga o'zi no'ng'aylik qilyapti. Kimdir yordamga kelib qolsa, albatta to'g'rilab olaman. Video olishimdan maqsad ikki onali oilangizni ko'rsating. Ishlayaptimi, yo'qmi? Qanday ishlayapti deyishganiga ko'rsatdim. Undan oldin mana hozir kunlar isidi, даже tog'da ham isidi, kechqurun ozroq salqin. Hali ventilyatsiya qilgandim-ku yangilik. Shuni hali ochishga sal ertalik qilib turibdi. Lekin mana hozir ko'rsataman sizlarga teleshkan tagidan. Bunday shaklda qilingan, hammasi nomerlangan. Hammasi 6 ta shurupga tortilgan. Bular mana bu yerda mana shu yerdan o'rtada bo'lingan, ikki tarafda ikkita ona ishlayapti. O'rtada bo'lingan. Buni hozir ko'rsataman sizlarga. Bittasini ochib tayyorlab qo'ydim qo'lda. Mana bunday ochiladi mana. Mana bo'lsa, mana arla taydan pastdan qaraganda bunday ishlab turibdi. Mana o'rtadan stepler bilan qoqib qo'yilgan, arla matka o'tib ketmaydi. Bitta glavniy o'tib ketmasligi, matkani o'tmasligi muhim. Arla o'zi shundoq ham o'rtada to'sqichni o'rtasi kesib, oldingi videoda ko'rsatgandim. 15 ga 25 razmerda разделительный решетка deydi, sariq hozirgi chiqqan. Shundan qo'yganman. Arla mana shu turibdi. Buni erinmagan odam hozir mana hozir yaqinda kallamga keldi. Qilishga o'zi jur'at qilsam ham bo'lardi. Ozroq vaqtni yetishmayapti. Mana bunday boltani yechib qo'yib, kunduzi soat ertalabki 9:10 dan keyin ochib, mana ochiladi. Keyin kechki salqin kelgan payti soat 6-7 lardan keyin bunday qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bo'ldi, turadi. Buni shamol olmaydi, birov qo'li bilan sug'urib olmasa turaveradi. Har bittasini shunday qisilib tushib, qisilib kirib turadigan qilib tayyorlaganman. Чтобы lishniy havo, sovuq havo kirmasin deb qisilib tushib, qisilib olinadi. Klilangan. Mana yashilan tayyor. Mana bular ham mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, hammasi nomerlangan, adashmaydi. Buni qilishimdan maqsad yozda kuni professor Kashkovskiyning gaplari, ular sinab ko'rishgan 96,000 dona arri 10 kiloga yaqin deyishdi. 10 kilo arrini 96,000 dona arrini 10 kilo dedi. 10 kilo arridan 96,000 sonini aytay, 96,000
dona aridan bir kunda tashqariga chiqib 22.000 donasi tashqariga chiqib ishlab kelar ekan. Gulchang, shira, suv olib kelar ekan. Qolgani tasavvur qilavering, 96.000 dan 22.000 tasi ishga chiqadi. Qolgani uyda ish bilan zaynat bo'lar ekan. Uyda ishlardan bittasi nima? Ventilyatsiyani ushlab turish. Ventilyatsiya qilib, ma'lum miqdorda issiq sovuqda ushlab turish bo'ladi. Ammo yozgi kuni kelganda обязательно bular oldin ham aytganman, izolyatsiyaga olinadi. Izolyatsiyaga olingandan keyin nima qilmoqchiman? Arilarni yashilni ichkarisidagi mehnatini kamaytirmoqchiman. Boya 22.000 emas, menga 30.000 ta ishchi chiqadigan sharoit yaratmoqchiman. Tim bo'li, meni matkalarim izolyatsiyada o'tiradi. Urug'lar sekin-sekin tugaydi. Bularga o'sha 35-36 gradusda ushlash shart bo'lmaydi. Arilar 50 gradus issiqlikgacha ham chidalar ekan. Kanalar 45 gradusda, уже 45-46 gradusda o'lar ekan. Ana u termokamera degan chiqqan hozir yangi, ko'pchilik eshitganamdir. Bizda qo'llash juda qiyin. O'shalar 48 gradusga qo'yib, arini qoqib, sitka spesialniy idishi bor, sitkali. O'shanga solib arini qoqarashda, o'sha joyga qo'yib 10 minut aylantirib turishadi. Xuddi tabakani aylantirib pishiradi-ki, o'zi yangi chiqqanimda. Xuddi shunga o'xshab aylantirib 10 minut davomida aylantirib turadi, 48 gradus issiqlikda. Ichida barkana o'lib tamom bo'lar ekan. Keyin qaytarib bo'lishadi-da, ma'lum vaqt tashqariga soyaga qo'yib qo'yishadi, saviydi, ozroq ari, savigandan keyin yana qaytarib yashilga qoqib, ramkalarni qo'yib qo'yar ekan. Uni mayli. Men qilmoqchi bo'lgan ish bo'yi aytganimdek, bu arilarning mehnatini yengillatish birinchidan. Ikkinchidan, ko'proq foizli arilarni asalga ishlatish. Uchinchidan, ichkarida mehnatini kam o'zi izolyatsiyada bo'lgandan keyin bular bala boqmaydi. Sekin-sekin rasplotlar chiqaveradi, kuchaveradi. Bularda o'zi o'sha bala boqqan arilar bo'yida har doimgidek 25 kun, 30 kun, 35 kun, 40 kungacha yashab sekin-sekin o'laveradi. Bala boqmay chiqib rivojlanayotgan yangi arilar sekin-sekin uzoq umr ko'rishga sharoitga uzoq umr dolgajitellikda uzoq umr ko'radigan arilar bo'ladi. Men xudo xolasa bu yil shu 2,5 oy, balki chidab bersa 3 oygacha izolyatsiyadan matkalarimni o'chmoqchi emasman. Xudo xolasa sinayman. Avvalasi o'zi bu videolarni olib sizlarga ko'rsatish maqsadim shu ishda mana men qilyapman. Qani qanday effekt beradi, qanday foyda beradi, qanday foydalanaman. Noto'g'ri qilgan joylarim bo'lsa обязательно aytaman, foydali ishim bo'lsa обязательно aytaman. Maqsadim mana men bu yil misol uchun shuni tajriba qilyapman. Agar yaxshi ish bersa, orqamdan ergashadigan, men uchun o'zim uchun yaqin bo'lgan tanish bilishlarim, o'z ko'pchilik o'zi orqamdan ergashgan, tanish bilishlarim ham qilishyapti. Ma'lum miqdorda kuchi yetgancha kimlardir xatosini qilyapti, telefonda to'g'rilayapmiz xatosini. Qisqasi, bu yil men uchun tajriba yili. O'sha chatda ham gaplashilganda aytgan edik, avval qilaylik shu ishni, natijasi bo'lsa, keyin shunga qarab maslahatlashamiz degan maqsadda videolarni qilyapman. Endi bo'ya 2 onali oila, mana bu yana aytganda, mana 2 oilali ona, 2 onali bitta oila hisoblanadi. Bu arilar bir-biriga o'tib qaytib yuribdi bu yerda. Endi buni tepadan ko'rsataman. Buni o'ziga yarasha injiqliklari bor ekan. Ularni aytaman hozir. Mana. Bu ventilyatsiya masalasini mana bu kichkina yashilada ham qilganman. Buni ham videosini chiqaruvdim. Katta yashilnikini bilmadim, chiqaruvdimmi yo'qmi. Mana. Bularni ham orqasidan teshigi ochib, har bitta 3 xonali yashik 7 ramka ketadi. Mana ikkita shurupchada turibdi. Mana bunda yechiladi, mana muammosi yo'q, birpasda yechiladi.
mana bunday olinadi. Mana pichoqcha bilan salimga qilsa mana olinadi. Ichkarisi teshik. Buni o'sha matkalarni izolyatsiyani solib bo'lganimdan keyin kechasilik harorat ham ancha ko'tarilgandan keyin ochiladi. Nima deganda nariga o'shqa bu udobniy emas. Bular yerda turibdi. Yerda bir kishi buni yechib, ochib, qaytarib qo'yib bir kunda bunaqa ish qilib bo'lmaydi. Bunaqa ish qilib bo'lmaydi. Hozircha joyiga qo'yib turaylik. Xo'sh, ketdim endi bo'yi duq matishni injiqli taraflarini ko'rsataman, tushuntiraman. Yana bitta kichkinagina foydali maslahat. Mana bu pavilyonimizni ko'ryapsizlar. Bu arenda pavilyon birovniki. Bunga ma'lum miqdorda bu raskulachin pashti bu yotuvdi. Men buni ozroq perdelka remont qilganman, sal-pal. Endi o'zimniki bo'lmagani uchun unga katta xarajat qila olmayman. Balonlariga e'tibor bersangiz, gaz 52, 53, orqasiniki zildiki oddiy simli balonlar. Mana buni qarang, buni o'zim qilganman. Moslari hattoki zilski, pristki moslari mana baqvat. Kim aytmoqchi bo'lganim, kimdir yana shunaqa pavilyon yasatish niyati bo'lsa, keyin baloniga e'tibor bering. Buni gaz 66 baloni, ipli balon bo'lar ekan. Ipli balon bu simli balonga nisbatan mягкийroq bo'lar ekan. Ham shirokiyligini qarang, uncha kichikroq yamalarni ko'rdim demay, ko'p siltinmay o'tadi. Men kuzatganman, bu 5-yil dalaga ishga chiqishi, bu telashkadan ko'chib kelganimizda har safar, misol uchun, bunga nisbatan bundan pashti bunda 10% to'kilsa, bunda 20% to'kiladi deb tushunavering. Bunda bu safar to'kilish pashti shtob bo'lmadi. Nima deganda ko'chalarimiz asfalt bo'libdi, ancha joy. Arzimagan 1,5 kilometr joyga taqir-tuqir yo'lda yurdik. Qolgan joy asfalt bo'libdi. Ko'z tegmasin, qishloqlarimiz ham asfalt bo'lyapti. Endi duq matishni ko'rsataman. Xo'p, buni har bittasini ramkasini ko'tarib ko'rsatilmayman. Bir o'zim videosini bir o'zim olyapman. Injiqligini tushuntirib aytaman. Mana matka yo'q yozilgan. Tekshirdim, matkasi yo'qoldi buni. 3-4 kun oldin ko'rganimda yo'qoldi matka. Yozib qo'ydim. U payti menda mana bunday yozilgan. Mana matka yo'q deb. Bu ikki o'rtasidan bo'lingan ikkita matka ishlay turadi. Qanaqa sababga ko'ra bilmayman, bittasi yo'qoldi. Mashni cho'zishibdi-da, arzimagan joyda, 3-4 joyda cho'zishganda pishib, o'zi pishish davrida yana qaytadan kesib tashishgan bular. Qabul qilmagan. Neplotniy matka chiqib, ma'lum vaqt yurmagan ham. O'zi sezilib turibdi. Shunday 3-4 ta mashni pishishga yaqin kesib tashilgan o'zi. Lekin o'sha 4 ta ramka qo'yganim turibdi. Keyin endi bu eski matka edi bu. Ikkovi bir xil unga yoshli, bir xil yoshli. Lekin karnikami, boshqami farqi yo'q edi. Sovardim. Nima deganda, mana bu tarafda ko'rsataman. Bahorda bitta bakvas bilan karnikani qo'shganimda, bakvas o'sha kuni yo'q mana uruqqa kirib, bitta matkani boshiga yetgan edi. Bu safar qilganimda bu atvatga olish jarayonida qildim. Undan oldingi safar qilganimda izolyatsiyadan bir kunda ikkovini ochganim uchun hali uruq umuman yo'q payti qilingan edi. Birinchi tajribam. Bu tarafga shunday bakvas solib, bu tarafga karnikani solib izolyatorda ochib yuborgan edim. Izolyatordan bu chiqqan kuniyoq uruqqa kirib ketgan bakvas. Bu aradan 2 kun o'tib joyini tozalab 3-kuni boshlagan uruq qo'yishdi. Men 3 kundan keyin ochsam, buniki o'zi endi qurt bo'lishdi boshlayapti. Bu endi ozgina joygachaga yangi uruq qo'ygan ekan. Ha, xudo xolasa ishlab ketdi dedim. 2 kundan keyin qarasam, bu tarafdagi karnikadagi arilar
bakvas tarafga o'tib ketgan. Sababi buniki urug'idan oldin buniki qurt bo'lib, bu o'zini feromonni kuchliligini ko'rsatib, arilar bari bu tarafga o'tib ketib, bu tarafda matkani tashlab ketgan, matka uchidan o'lgan. O'zgina joyga qo'ygan urug'chasiga o'zgina ari o'tib qarab turibdi. Bahorda itta izolyatordan ochgan payti shunaqa muammosi bo'lar ekan. Keyin отводga olish jarayonida bu yerda qilmagandim, bu tajribani bu boshqa yashida turgan edi bu payti. Pastda keyin отводga olish jarayonida bitta ramka rasplot arrasi bilan yana bir ram asalli orqasiga asal arrasi bilan keyin kuchiga qarab 1 ram yoki 2 ram ari qoqqanman. Ari shunday pastda turgan, o'kkili shaka qoqqanman. Bari lyotni arilari uchib ketgan eski arilari. Bunga ham farqi yo'q. O'kkilib даже qaraganim ham yo'q, so'p tashladim. So'p tashlagandan keyin bilaman, o'zi bakvasim bir dona birovdan o'tib qoluvdi. 3 kundan keyin ochib qarasam, ikkovi ham bu yerda qog'ozni yeb, ishga tushib, qo'shilib ketdi. Bu tarafda o'zi bakvas ishlayotibdi, bu tarafda karnika ishlayotibdi. Muammo bo'lmadi. Bu borada muammo bo'lmadi. Endi muammo nimada bo'lyapti? Muammo bu tarafda mana nimaga mana bittasini aytayman. Mana bu yerda bitta matka yo'qoladi. Buni o'zi to'g'rilagan uchun o'chirib tashlaganman. Mana bu yerda eski matkalar bular bitta har zamonda injiqlik qilib yo'qolish shunaqa taraflar chiqib turibdi. Mana bu yerda karnikka endi qanaqaligi farqi yo'qdi, endi qo'shilib ham ketdi-ku. Bitta matka qisqasi bu yerda men o'rtada divalni qilganimda ochib bir ligirovka qilyapman-da, to'g'rilayapman, arilarni ko'rib chiqyapman. O'sha davrda qarasam, o'rtada qilgan reshotkam bir chekkasi qiyshiq bo'lib, ancha ochilib qolibdi. Men uni arilarni olib bu yoqqa remont qildim. Bu yoqqa olib remont qildim. Qaytarib qo'yish jarayonida bir ko'rib deb qarasam, matkani topa olmadim. Dedim, matka yo'q. Lekin yangi urug' bor. Bo'ldi, joyida dedim, bir 2 kundan keyin yo 3 kundan keyin tekshirib ko'raman, yana bir yashida ham ko'rib topa olmadim-da. Shu nimadir olish qo'yish jarayonidan, bu yana remont jarayonidami, shu matkani meni aybim bilan qayerdadir yo qisilib bo'lib qoldi, yo nimadir bo'lib o'ldi-da. Bilmay qoldim. Keyin 3 kundan keyin o'chib qarasam, bular mashina cho'zishni boshlayapti. 2-3 ta joyga ozgina mashina cho'zishni boshlayapti. Buni matkasi yo'qolganligi aniq bo'ldi. Pastda bir dona eski matkam qolgan edi. Eski matkani klitkaga soldim-da, o'kkilib qo'yib, ular mashinani tozalab, eski matkani qo'ydim, ertasi kuni o'chib yubordim, ishga tushib ketdi. Shuning uchun belgilarini o'chirib tashladim. Bu ham eski matka, bu ham eski matka. Ishga tushib ketdi, muammo bo'lmadi. Yaxshi bo'ldi dedim. Endi bu yerda bir matka yo'qoldi. Mana bu yerda bir matka yo'qoldi. Shunday bo'lgandan keyin endi eski matka qolmagan edi. Injiqli taraf shunaqa bo'lar ekan. Eski matka qolmagan edi. Eski matkani yo'q bo'lgani uchun yangi hozirgi kunda yangi zapaslarim bor. O'qilib persilichni klitka deydi, plasmassa. O'sha klitka bilan qo'ydim. Bir kun turdi. Bir kundan keyin shu bugun, shu kuni kecha ochdim. Ochsam srazi arilar tarmashib, arini matkaga agressiv harakat qilib talayapti-da qisqasi. Men srazi ajratib oldim matkani. Sraz tushundimda ajratib oldim. Sababi bu tarafda matka eski matka, bu tarafda men o'zi qo'yadiganim yetarlicha feromon tarqatib, o'zini kuchini ko'rsatmagan yangi yosh ona matka bo'lgani uchun buni qabul qilishmas ekan. Bu tarafda eski matka ishlab turibdi, bu tarafda yangi matkani qabul qilishmas ekan. Buni oldin ham eshitgan edim, qo'yaqani bari yangi matkam, eski matkam yo'q-ku deb buni qo'ydim. Keyin qarasam, ertam u matkam yo'qolib qoldi. To'xta dedimda, endi shu bugun kecha o'sha qaytarib matkani olgan jarayonimda u matkani yo'qolganini ham sezdim. Endi nima qildim? Bu tarafda matka turibdi, uni bir tarafida turibdi. Undan eski matkani olib kelib berga qo'ydim. Hali ochganim yo'q. Bu yerda yangi zapas matkalarmi? Bu yerda yangi zapas matkani, u yoqdan olib kelgan yana bitta zapas matkamni erga ikkoviga menimda yangi qo'ydim. Hozir kuni kecha qo'yganman. Mana arilar ichiga mana hatto hech qanaqa shira qafasdan ichiga hech qanaqa shira ham qo'yganim yo'q. Qo'yishda menimcha foydasi ham yo'q. Nima deganda uni ichida arilar yo'q, uni asalni yeb matkani oziqlantiradigan arilar yo'q. Mana bu matkalar ham, arilar ham o'zi bu yerda mana
yaxshi munosabat ko'rsatishyapti. Agressiv emas. Matkani u yoqqa o'tsa, u yoqqa o'tyapti, bu yoqqa o'tsa, bu yoqqa o'tib ovqatlantirishyapti. Mana keyin mana o'zi ochib yuborardim, bir qo'llab ochish juda qiyin ekan. Yangi mana bunaqa bir qo'llab surib bo'lmas ekan. Shuning uchun birpasdan keyin ochib yuboraman. Uni natijasini keyin ko'ramiz. Qani, bu tarafga ham yangi qo'ydim matka. Bu tarafga ham yangi qo'ydim. Mana bu tarafda ham turibdi. Arilar bir xil anaqa qilishyapti, munosabat bildirishyapti. Bunaqa agressiv emas. Endi narigini bilmayman, eski matkaga olib borib eskini qo'yganimmi? Hozir ko'raman qanday ko'rsatdi. Buni ochishga rostini aytganda o'zim cho'chib turibman. Nimaga deganda kecha arilarga yaxshi ta'sir qilmagan bu yangi matkani kiygani. Shuning uchun ikkalanib turibman. Mana eski matkani mana bunga solib qo'yibman. Bular ham menimcha hozircha juda ham agressivga o'xshamayapti, lekin sal borda ozroq. Shunga cho'chib turibman. Shunga 2 kun tura qolsinmi degan maqsad o'y xayolda turibman. Tursin shu bugun ochmay shuni. Ertaga ochaman. Ichkarida matka tirik yuribdi. Gunash ovqatlantirishyapti. Yaxshi qo'shilish kelishib olsin, keyin qo'shaman. Keyin duv matchni deganda uratib ochganda ko'rsatay. Bu matka urib arada bir 4 ta ramka bilan qolib ketdi. 5-mat ramkani qo'shish davrida bilib qoldim matka yo'qolganini. Shuning uchun bularning ramkasi 4 talik bilan qolib ketdi. Asosan 99% o'ray 5 ta ramkaga chiqdi. Mana bu tarafda mana 5 ramkaga chiqqan. Arasi ham bu tarafda matka bo'lmagandan keyin обязательно ko'p ari bu tarafda yurar ekan. Bu tarafga faqat asal yig'ishyapti. Mana buni shuni ko'rsatay. Keyin bular upload qilgan payti ikkita litokdan ham ikkovlarda ham bir xil chiqishadi mana. 5 ta ramkaga chiqdi bu. Xudo xolasa yana mayda oxiri yoki bo'lmasa iyunning 10gacha bular muammosiz to'ladi. Men aytgan nuqtaga yetib borib qolishadi. O'sha payti yana bitta qilayotgan ishim bor. Uni o'sha paytda tushuntiraman. Sababini ham nima qilmoq o'zi to'ldi-ku deyish mumkin bir xilla. Yo'q, boshqa sabab bilan boshqa ishni qilganim uni отдельно mavzu. U shunday ham ko'p ishni birdaniga aytib ko'p vaqt ketib qolyapti videoyimga ham. Xudo xolasa bu ertalabki videoni o'sha tippani o'zida qarasam internet yaxshi ishlayapti ekan, o'sha yerda amallab jo'natdim. Bu videoyimni xudo xolasa keyingi safar uyga borganda jo'nataman. Mana Nikolusga qilgan yangiliklarimni, Nikoluslarimni bultur tilashgan tagiga soyaga qo'yib qo'ydim. Shamol ustiga tosh bosib qo'yaman. Shamol o'g'darib ketadi, yo'q bo'lmasa qattiq yomg'ir yog'ib suv ham kirib ketdi. Bulturgi may oyida 9-may kuni ertalab sharda bo'lganmiz. 10-may kuni sel kelgan. Mana bu yerdan sel kelib, u yoqqa qo'shiladi, yoqdan ham sel keladi. Mana bu yerdan bu tarafdan kelib, tilashgan tagidan o'tib, bu Nikolus yashichlarimni o'qizib bir xillarning ichiga lo'qa kirib ketib, shunaqalar bo'ldi. Mana turgan yerga turgan yashiklarimni 0 tiyar tiymas bo'lib sel mana shu o'rtalardan borib tushib ketdi. Shuning uchun nima qildim men? Endi buni mana qilgan ishimni ko'rsatay. Mana har bittasiga отдельно joy qildim. Bular har bittasi olinadi. Bu bitta o'zi bo'lgani uchun shunday arqoncha bilan skochlangan ham, arqoncha bilan bo'ylab qo'ydim. Bu yerdan plotniy matkani olib kecha o'tgan safar qilgan partiyamdan bu ham matkasini olib ishlatdim. Hozir o'zlari matchni ishlashiga tayyor matkam bo'lmagani uchun o'zlari ishlashiga qo'yib berganman. Ikkita ramkada ham yaxshi urug'i bilan, qurti bilan turibdi. Xudo xolasa rivojlanyapti, o'zlaridan chiqarishadi matkani. Uyda o'sha sotib yuborganim ham, boshqa o'zimga olib kelib ishlatganlarim ham hammasini bir kunda olib, bir kunda ishlatdim. Endi bir kunda boshlashadi bular ishni.
majburlikdan agar pastga qo'yib arasini uzoqroq qilib bunday rangini 2 xil 3 xil qildim. No, endi bu yerga tilashgan tagiga soya deb soyaga qo'ydim. Soya chuqurlikda bo'lib qoldi, sildi yo'li bo'lib qoldi. Boshqa joyga qo'ysam ham soyaga o't o'sib ketyapti. 3 kun, 4 kun, 5 kunda o'zi betini o't yopib qo'yadi. Muammolar ko'p bo'ldi qisqasi pastda. Shuning uchun mana bu yerga joy qildim mana bunaqa qilib. Har bittasi birato'la kelinglar shuni yechib ko'rsatay mana. Tak, mana kecha ko'chib kelayotganimda o'sha obdon bo'ylab tashlagan ekanman, shuning uchun ko'chib kelishimda ham shu yerda turdi. Mana bunday olinadi, mana ko'rsataman hozir. Bir qo'llab olsam ham bo'ladi mana. Qisilib tushadigan qilganman mana. Nomerlaganman, har bittasini mana e'tibor bergan masalan tagini shukurka qog'oz bilan yedirib qisilib tushadigan qilganman. Bitta shablonda qoqib qo'ydim, ko'pchiligi qisilib tushayotgan bo'ldi mana. Qisilib tushadi. Qattiqroq shamol bo'lmasa shunday ham turaversa bo'ladi, lekin men bunga yana yordamchi mana bu ikkita taxtani qilib qo'yibman mana. Buni ikkitani 2 qator to'ladi mana shu yergacha 38 ta ketadi. 38 tani nomerlargacha bu 38 ta yozilgan. 38 ta ketadi. Mana ikkita taxta shunday ustiga qo'yiladi-da, hammasini tekis bosib, bir xil bosib turadi. Ikkita joydan aqoncha bilan yo nima bilan bo'ylab qo'ysangiz bo'ldi, ketaveradi. Matga adashish, ikkovi yonma-yon bo'lgani uchun matga adashish masalasi endi ko'ndalang qoldi. Qolganini endi bo'lganicha boshqa ilojim yo'qligi uchun shunday qildim. Yozgi kuni bilaman, mana bundan issiq o'tadi. Issiq o'tib ketadi, uni bilaman. Erta hademay kun suvursin, sintifon degan narsani, sintifonni bilasizlar. Ko'p diafragmalarga ishlatyapmiz. Ustiga 4 metrdan 8 metr sintifon ketadi. 20 ming so'mga skoch olsangiz, hamma yog'ini mahkamlab skochlab arzimagan 100 ming so'm xarajat bilan ustini bemalol issiq o'tmaydigan joy qilsa bo'ladi. Shuni planni qilibman. Bu ham yangilik men uchun. Ha, yana nima qoldi aytilmagan? O'zi ko'p narsani aytib ham qo'ydim shekilli. Mana yashilarimda plus minus yozuvlar ko'payib ketgan, o'zimdan boshqa ko'p odam tushunmaydi ham. Endi bularning hammasi urqib 99% kirib bo'lgan. Bittami, ikkita kirmagani qolgan qayerdadir. Uni mana shu birinchi yashida o'rtadagi bor ekan. Bitta minus turibdi. O'tiribdi, yonidagi turtopka bo'lib qoldi. Uni 12-da mana qoq ramkalarni olib tashlaganman. 1-2 kun tursin. 1-2 kun turgandan keyin naryoqda asosiy 4 ta o'ylab olib kelib qo'yib, arilarni kiymasdan 20 kun, past 1 oyga yaqin oldin qiluvdim. 4 ta asosiy olib kelib ekka qo'yuvdim. Ramkalarning o'rtasini kesib, 10 sm ga 20 sm joyini kesib, unga matkaga 4 ta urib qo'ydirib, olib kelib yoqqa qo'yuvdim. Unga keyin 24 chiqish paytiga men matchnikni tayinlab 6 ta mana bunaqa yashiga o'rtasidan bo'lingan 6 xona qilingan 3 ramka ketadi. Men bir ram rasplot orqasiga bitta asalli ramkalardan qo'yib, olib kelib bu yerga o'zimiz og'ayniga qo'yganman. O'shandan hozir 24 tadan 14 tasi uruqqa kirgan. Hali ulardan ishlatganim yo'q, turibdi hali. 10 tasi под вопрос, noma'lum. Yo kiradi, men tez ko'rib, tez o'tib ketdim. Yo ichga kunda isigan payti ko'rdim. U payti balki matkalar uploadga bo'lganmi? Ular qabul qilmagan. Nima deganda, men bergan mashinani qabul qilmaganlari o'sha 10 tasi ular o'zidan ishlab, o'zidan chiqarganini men topolmadim. Tez ko'rdim, sababi uni issiqida foydasi ham yo'q edi. Tikilib ko'rgandi, balki uploadda bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun 10 ta plusni belgilab qo'yib, 14 ta plusni belgilab qo'yibman. Qisqasi shunaqa gaplar. Mana shunday joyga kelib oldik. Yana bitta anonim mana ko'rsataman. Endi buni borib ko'rsatmasam, bu yerda sharoitim yaxshi. Har yil ancha yildan beri shu yerga kelamiz. Asal olsak, olmasak, men shu yerga kelaman. O'g'aynimizni
bir 500 metr 400 metr narida buloq chiqqan joyi bor. O'shandan 25 lik shlanka bilan ko'mib uyga olib ketgan. Uy bu tarafda 400-500 metr. Bu yerda past 1 kilometr joyga shlanka tortib suv olib ketgan. Ana shu suvdan men kelganda o'g'aynimiz menga beradi. Mana bu yerda ulangan joy qilib qo'yibdi. O'zi ulangan joyi bor edi. Mana shu yerga kran o'rnatib qo'yganman. Kranni mana o'zgina ochib qo'yaman, arilar toza buloqni suvidan ichadi. Shunaqa yaxshi arilar uchun sharoitlar bor. O'zimga kerak kranni ochib, qancha sirop tayyorlashgami, boshqagami suv olib ishlataveraman. Mayli, sog' bo'lasizlar, charchamanglar. Xudo xolasa uyga borsam bu videomni jo'nataman, bo'lmasa juda uzoq bo'lib ketdi menimcha. Hammaga omad.